Ko'pchilik sizga go'sht ko'p va takomil ovqatlarni o'rgatgan bir paytda men sizga oddiygina, soddagina, kamqarsh, juda ham tez tayyor bo'ladigan noodatiy ikra tayyorlashni o'rgataman. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, faqatgina buni bir-ikki siri bor. Bu ikrani qishga g'amlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Birinchisi, piyozni 2 yuzini qizartirib, chiroyli tillarang holatga keltirib qovurish kerak. Ana o'shanda ikraning mazasi ideal darajada zo'r chiqadi. Sahifamga obuna bo'ling, inshaalloh foydali va manfaatli retseptlarni birin-ketin joylab boraman. Aytgancha duolaringizda meni eslab qo'yishni unutmang. Sizlarni qanday retseptlar qiziqtiradi? Ovqatlar, salatlar yoki shirinliklar? Albatta kommentariyaga yozib keting. Bu men uchun juda ham muhim. Sizning har bir so'zingizni mehr bilan o'qiyman. Ko'katlarni ham to'g'rab olamiz. Eng asosiysi, piyoz xuddi shu holatda bo'lish kerak. Barcha mahsulotlarni solamiz va qovurishda davom etamiz. Buning ikkinchi siri esa pomidorni 2 xil turini tanlash kerak. Birinchisi rozvoy pomidor, ikkinchisi esa o'zimizning jaydari pomidor. Ana o'shanda ikraning rangi ideal darajada zo'r chiqadi. Shakar esdan chiqmasin. Shakar pomidorning taxir mazasini oladi. Ko'katlarni sepamiz va 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Hidini qani sizlarga yetkazib bera olsam, tayyor bo'ldi. Rangini qaranglar, qanaqa go'zalligini. Buxanka bilan ketadi-yu, shunaqa mazali. Olinglar, yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ringlar. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, ideal darajada.